ishlayman. Bir og'iz bunday qilib yog'ochni chizib qo'ygan bo'lsam, de taxtani savorsa bo'ldi shunga. Hech kimda o'sha paytda hayolga kelmagan bu narsa. Nega endi senlar menga yopishib olyapsan masalan, rasxodni? Senlar aybdormisan bunga? Aka, men ishlagan kunimga roziman. Kerak pasportni bering keldim. Yo'q, buni rasxodchi. Men ishlagan kunimga men ham rozi bo'laman. Rasxodchi bu stashkalar, bu pitollar, hammasini pulni to'lash kerakmi ularni? Menga qizig'i yo'q, men ketaman, bo'ldi, pasportni bering, bo'ldi. Qanday seni pasportingni beraman? Taklifga tashlab qo'yganman. Taklif ham kerak emas menga. Taklifga pul tashlab qo'yganmanmi? Senlar dalboy o'qibsan nima? Tushunmaysan? Nima so'kini o'rasiz menga bo'lmasa? Xalqlarga men aytaman 9 yashab jiyaningizdan maktabdan tegmada pul berasiz ularga ham. Ha, u ham ishlayapti-yu, qanday ishlaydi ular? Jiyanima. Jiyanimni qilib yugurib ishlaydi-yu u ham. Yetgan umuman qilmaydi ular. Hop, g'it deganda senlar pulingni olmagan paytda men pulingni berganman ishda. Endi buni raziyatda senlar hamma qochavermaymi? Hamma ketadi. Bo'ldi, hammani kutaman. To'lab qo'yib ketaversinlar, ushlab turibmanmi men? To'lab qo'y, rasxod ishlashib qo'yman shu. O'zbekistonga borganda akasiga olasiz. Menga kelganda shunday deysiz. Nima qilish kerak? Men o'zim $20,000 narsa bu qayda olaman men? Uyimni sotibman endi. Aka, gap ko'paydi. Men nima pasport berib ketaman. Ben gapimizga pul tashlab qo'yganman. Qayda turib kelaman pasport? To'lashasanlar men bitiramiz. Dadamga telefon qilaman, pasport. Ben nimaga sen shantaj qilaverasan? Nima shu? Men shantajchi emasman. Shantajchi ekansan. Siz aytadi naqadi? Hem o'zing qo'yib, ben ustaman, pul sanashni bilasanlar. Usta bo'lsang qo'ymaysan aytgan. O'sha paytda men kelib o'tirib, men aytdan yetishgan, men ish bo'ladi. Men senga qaraymi, boshqa bir odamga qaraymi, qayga qaraymi? Qani shu xatlarni telefon qilib qo'yish kerak edi. Va chizib berib ketganlarni eshitdi. Senlar hamma ustaman deb bilib, ne prixt o'qishni bilmaysanlar. Qana ustasanlar senlar. Shogirdga tushganmisanlar, prichtni bilasanlarmi? Bitta bir qurishni bilib turib ustaman deb olasanlar. Men ustamning kimligini bilasizmi? Men o'zi usta. Ustam eshitib qolasiz bu gaplarni. Assalomu akalar. Biz podva qildik betga. Короче, xo'jayini aytgan ekan, eshik qoldirib ketilgan ekanda. Umuman, metda eshik bo'lish kerak edi. Tashlab ketilgan ekan. Endi xo'jayin kelib, hamma rasodning ichida ola o'zing ko'mdir, ora kiramni gavlash, hamma rasod o'zingda deyapti. 8 ta bola 10 kun ishlagan betda. Endi shunga brigadir qolgan rasodlarni sal yordam berib olasiz, berib olmaysizmi? Ha, betdan pul chiqqanda hammamizga bo'linarmidi? Bo'linardi. Bo'pti, endi hammamiz bir xilimizda. Endi ha bedasiz aka, metda biz ish qilganimizda siz salqin o'tib olganlarni o'sha olib o'ylanib o'tirasiz. Ha, men sizlarga aytganman hech Shu narsani o'ylamasdan boshqa nima qilyapsiz borib? Sizlarga boshida eshik borman edi deb chizib berib ketganman. Ha, boshimizda turib esib turishingiz kerak edi-yu. Ha, endi men 3 kun yo'q edim bu yerda kuyganlar. Men qaydan bilaman, apalabdan yechgandan keyin ko'rmayapsiz-ku. Endi biz ham tezlik qilib eshik hayolda yo'q kuyib ketilaverganda bu. Endi mana endi boshqa tushganda ko'z ko'radi deb hozir kiranda aka olganmiz. Ha, hech yo'q unda biz ishlaganimizga rozimiz. Bedo betonni, qolgan narsalarni siz ko'taring-da. Mayli ishlaganimizga mayli. Bitta meni o'zimga tushsa, bilasizmi, $20,000 men uyimda narsalarni sotib berishimga turib keladi-yu. Endi brigadir odam shunaqa bo'ladi, iloji yo'q. Masalan, bo'lmasa men o'tirib, men yerda eshik bor deb aytganda biz shuni eshitib qo'yib ketardik. Endi kommentda o'zlar bir yozinglar, nima qilishimiz mumkin? Brigadirda endi bizdan